Magistral gaz quvurlari tarmog'i va murakkab muhandislik inshootlari xavflilik darajasi yuqori bo'lgan obyektlarda mehnat qilayotgan ishchi xodimlar xavfsizligiga e'tibor qaratish kun tartibidagi zaruriy masala hisoblanadi. Tadbirda so'z olgan mutaxassislar ham ayni shu jihatlarga to'xtalib, sohaga oid mavjud talab va qoidalar, amaliyotga joriy qilingan mehnat muhofazasi va sanoat xavfsizligi sohasida ko'zda tutilgan talablar to'g'risida to'xtalib o'tdi. Butun jahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan chora-tadbir bizlar tashkil qilgan. Bundan ko'zlangan maqsad o'sha mehnat muhofazasi, sanoat xavfsizligiga qat'iy amal qilish. Qolaversa, mana xodimlarimizni o'sha ish joylarida o'z vaqtida sanoat xavfsizligi, qolaversa barcha xavfsizlik qoidalariga so'zsiz amal qilib, o'zini vazifalarini sifatli bajarish. Tadbirni yanada ko'tarinki ruhda o'tkazish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-yanvardagi 96-sonli Zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq Zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. O'yinda G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasining G'allaorol, Zirabuloq magistral gaz quvurlari boshqarmasining Zirabuloq hamda Samarqand magistral gaz quvurlari boshqarmasining Samarqand jamoalari ishtirok etdi. Qiziqarli va ko'tarinki ruhda o'tgan o'yinda jamoalar o'zaro bellashib, o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarni yana bir bor sinovdan o'tkazishdi. O'yin natijalariga ko'ra Samarqand jamoasi 3-chi, Zirabuloq jamoasi 2-chi, G'allaorol jamoasi esa 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Mehnat muhofazasi kuniga bag'ishlangan Zakovat intellektual o'yinida G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasidan kelib ishtirok etdik. Barcha magistral gaz quvurlarini, ya'ni Zirabuloq, Samarqand, G'allaorol magistral gaz quvurlari boshqarmasi ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiramiz. Ishchi xodimlarni bir joyga yig'ishdan maqsad kelajakda mehnat muhofazasi, sanoat xavfsizligi va ekologiya xavfsizliklariga qat'iy rioya qilish, ishchi xodimlar bir-birini bilim darajasini oshirishga qaratilgan asosiy maqsad. Tadbir yakunida tashkilotchilar tomonidan Zakovat o'yini ishtirokchilari hamda jamoada fidokorona xizmat ko'rsatib kelayotgan bir guruh xodimlar esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar bilan taqdirlandi.